Navbatdagi insho. Responsibilities of businesses. Bizneslarning mas'uliyatlari. Demak, agarda iqtisodiy mavzu tushadigan bo'lsa, bundagi g'oyalar foyda keltirishi mumkin. As well as making money, businesses also have social responsibilities. As well as shuningdek degani, pul ishlash bilan birgalikda bizneslarda shuningdek bor ijtimoiy mas'uliyatlar. To what extent do you agree or disagree? Bu fikrga demak rozimisiz yoki norozi? Bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi deyapti. Bizdan so'rayotgan savoldan bilinib turibdi, bu opinion essay yoki boshqacha aytganda agree or disagree essay turi hisoblanadi. Demak, o'tgan safar ham xuddi shu turdagi essayni tahlil qilgan edik. Bir qator takrorlash qilib o'tamiz. Umuman olganda, hamma task to essaylar demak 4 ta abzasdan 4 ta paragrafdan iborat bo'ladi. Introduction kirish, main body 2 ta, birinchi, ikkinchi va conclusion. Bularning ichida nima yozish kerak? Har biri haqida eslatma beramiz. Demak, introduction kirishda 2 ta narsa yoziladi xolos. Birinchi bo'lib savol qayta yoziladi, faqat paraphrase qilgan holatda, ya'ni strukturasi so'zlarni o'zgartirib, savol qayta beriladi ma'lumot. Va ikkinchi bo'lib agree disagree turida siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi shuni ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Introduction tugadi va ikkita main body'da nima yozamiz? Shu fikrga rozi bo'lgan bo'lsak, nima uchun rozi bo'lganimizni asoslab beradigan g'oyalarni ko'rsatib berishimiz kerak. Faqat bunda idea development qoidasiga rioya qilgan holatda yozishimiz kerak. Ya'ni bitta fikr berib orqasidan ikkinchi, orqasidan uchinchi fikr berilmaydi. Bitta fikr yozilgandan keyin idea, orqasidan uni explain qilish kerak, izohlash kerak va uni orqasidan example, misol berish kerak. Aynan shu ketma-ketlikda bo'lishi shart. Ya'ni shuning uchun bitta paragrafda faqatgina odatda bitta idea ham yetarli bo'ladi ko'pincha. Ikkinchi paragrafda ikkinchi idea. Demak, butun inshoimiz uchun 2 dona kuchli idea yetadi. Ketma-ket 4 ta 5 talab idea, g'oya, fikr topishimiz shart emas. Va conclusionda yuqorida fikrlarni umumlashtirgan bitta qisqa xulosa yozib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu mavzuda qanday fikrlar ishlatilganini bir boshdan ko'ramiz. Demak, shu 4 ta paragraf, 250 ta so'z, insho yozish kerak. Endi bunda darajani yuqorilatish uchun bizga bundan tashqari ichida murakkab grammatika, yuqori darajali so'zlar va eng asosiysi kuchli g'oya, ya'ni shu mavzuda aynan ochib beradigan, mos keladigan kuchli asosli g'oya, idea berish muhim rol o'ynaydi. Hop. Businesses have always sought to make a profit, but it's becoming increasingly common to hear people talk about the social obligations that companies have. Bizneslar doim demak qidiradi pul ishlash, ya'ni foyda ishlash uchun, ammo u tezkorlik bilan odatiy holatga aylanyaptiki, eshitish odamlarni gapini, ya'ni ijtimoiy mas'uliyatlar haqida qaysi kompaniyalarda bor. Ya'ni endi buni teskaridan tarjima qilmasa bo'lmaydi. Kompaniyalarda mavjud bo'lgan ijtimoiy majburiyatlar haqida odamlarni gapirishini eshitish odatiy holatga aylanyapti demoqchi. Ya'ni fikrni qayta yozib berdi. Endi rozi yoki noroziligini aytish kerak. I completely agree with the idea that businesses should do more for society than simply make money. Men to'laqonli ravishda qo'shilaman bu fikrga. Qaysiki bizneslar qilishi kerak ko'proq, ya'ni ko'proq narsa qilish kerak jamiyat uchun, zendan ko'ra degani shunchaki oddiygina pul ishlashdan ko'ra demoqchi. Bu yerda completely degan so'zga e'tibor berish kerak. Agree disagree da buni qo'yish ko'pincha muhim, sababi biz bir tarafga o'tish kerak deyapmiz, lekin aslida qisman qo'shilish ham mumkin. Shunaqa usul ham bor. Partly agree deydi. Qisman qo'shilib fikrda qaysidir jihatiga qo'shilmaslikdan yozish ham mumkin. U murakkabroq bo'ladi. Shuning uchun odatda osonroq bo'lishi uchun bir tarafga o'tib olgan yaxshi. Main bodylarimiz boshlanishiga e'tibor bersak, on the one hand, on the other hand va conclusion, in conclusion. Bu uchala iborani har qanaqa essayda ishlatish mumkin. Paragraflarni chiroyli tartiblab beradi ravonligini oshirish uchun. Ya'ni birinchi tarafdan degan. On the one hand, I accept that businesses must make money in order to survive in a competitive world. Bir tomondan men qabul qilamanki, bizneslar pul ishlashi shart, demak, tirik qolish uchun raqobatli dunyoda. It seems logical that the priority of any company should be to cover its running costs such as employees' wages and payments for buildings and utilities. U mantiqiy tuyuladiki, demak, har qanday kompaniyani ustuvorligi bo'lishi kerak, qoplash, ya'ni qamrab olish, o'zini ishlab yuritish xarajatlarini, shu kabi, ya'ni ishchilarning oyligi va bino va kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni.
On top of these costs, companies also need to invest in improvements and innovations if they wish to remain successful. Demak, bu xarajatlarning eng yuqorisida kompaniyalarga shuningdek zarur pul kiritish, rivojlanish va yangiliklarga, agar ular xohlasa muvaffaqiyatli qolishni, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lishni xohlasa, ular hali bu xarajatlardan tashqari rivojlanishga ham pul sarflash, ajratish kerak demoqchi. If a company is unable to pay its bills or meet the changing needs of customers, any concerns about social responsibilities become irrelevant. Agar kompaniya qodir bo'lmasa to'lashga o'zini hisoblarini yoki duch kelsa, ya'ni uchrashsa, xaridorlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga duch kelib qolsa, har qanday tashvish, ya'ni fikrlar ijtimoiy mas'uliyat haqidagi ahamiyatsiz bo'ladi. Ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Agar o'zini hisoblarini, mijozlariga kerak bo'lgan narsalarni hosil qilib bera olmasa, ijtimoiy mas'uliyat haqidagi gaplar ahamiyatsiz hisoblanadi deb ideyasini ochib beryapti. In other words, o'zi boshqa so'zlarda degani. Buni o'zbek tilidagi analogi demak, boshqacha aytganda degani. Buni o'zimiz insholarda ishlatsak bo'ladi, yozib belgilab olib. In other words degani boshqacha aytganda, a company can only make a positive contribution to society if it's in good financial health. Boshqacha aytganda, kompaniya faqatgina ijobiy hissa qo'sha oladi jamiyatga qachonki agar u yaxshi moliyaviy sog'liqda bo'lsa. Health degani sog'liq degani. Demak, yaxshi moliyaviy holatda bo'lsa, moliyaviy holati yaxshi bo'lgandagina u jamiyatga yaxshi, ijobiy hissa qo'sha oladi deyapti. Umumiy tahlil qilib olamiz yana. Demak, birinchi paragrafimizda demak, fikrimizni bitta qismini, bizneslar pul ishlashi tabiiy holatligi, ya'ni shu fikrga qo'shilganimizni g'oya bilan ifodalab berdik. Qanday g'oya? Demak, u raqobatli dunyoda foyda olib ishlashi kerak, pul ishlashi kerak degan g'oyani berdik birinchi gapimizda va uni keyingi gaplar bilan explain, izohlab, misollar berildi. Endi on the other hand, boshqa tarafdan deb ikkinchi abzasimiz boshlanyapti. Ikkinchi paragraf, bunda ikkinchi g'oya va uni izohi va misollari keladi. Bularni ko'rib chiqamiz.